Mol, qo'y va tovuq go'shti haqida xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, O'zbekistonga 2025-yilda mol, qo'y va tovuq go'shti importi sezilarli ortdi. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lumot berdi. Yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonga jami qiymati 661,2 million dollarlik 156,9 ming tonnadan ortiq mol go'shti import qilingan. Bunda har bir kilogramm go'sht narxi 4,2 dollardan to'g'ri kelgan. 2024-yildagi mol go'shti importi 93,3 ming tonna bo'lgan. O'shanda 1 kilogramm go'sht 3,9 dollardan tushgandi. O'tgan yili mamlakatga qo'y go'shti importi qariyb 2,5 baravar oshgan. Yil davomida 33 ming tonna qo'y go'shti olib kelingan. Taqqoslash uchun 2024-yilda bu raqam 13,5 ming tonna bo'lgan. Chet eldan tovuq go'shti sotib olish hajmi ham ko'paygan. 2025-yilda O'zbekistonga 64,9 ming tonna tovuq go'shti keltirilgan. Bu ko'rsatkich 1 yil ilgari 61,1 ming tonnani tashkil etgandi. Ma'lumot uchun 2025-yilda O'zbekistonda mol go'shti narxi 23,9% ga, qo'y go'shti esa 26,8% ga qimmatlashgan. Mamlakatga 2026-yilda chet eldan 100 ming bosh qoramol va 200 ming bosh qo'y echki olib kelish rejalashtirilgan. Paxta va g'alla yo'nalishidagi fermerlarga o'z yerida chorvachilikni yo'lga qo'yish uchun 20 sotixgacha joyda yengil konstruksiyali bino qurishga ruxsat berilishi belgilangan. Import qilingan nasldor qoramol va bir kunlik jo'ja uchun subsidiya ajratish tartibi yana 5 yilga uzaytirilishi bildirilgan, deyiladi xabarda.